yotqizgan yashilang bor. Har bitta oralig'i 40 santimetrdan. Suv tomib, mana 1 soatda buncha ozgina joyiga qo'lladi. 2 soatda, 3 soatda, 4 soatda. Bu ham xuddi shunaqa. 1 soatda, 2 soatda, 3 soatda, mana 4 soatdan bir-biriga yetib keldi. To'g'rimi? O'simliklarimiz mana shu yerda bitta o'simligimiz bor. Har 5 santimetrda o'simlik bor. 40 santimetrimizda 8 ta o'simlik bor. Endi bizlar suvda eriydigan o'g'itlarni, misol uchun Fertipro kompaniyasi taqdim etgan suvda eruvchan o'g'itlarni qo'llagan paytingizda bizlarda asosiy qolish maydoni 30-40 santimetr oralarda turishi kerak. Sabab asosiy so'rovchi ildizlar shu joyda joylashgan. Paxtani ildizi to'g'ri 1,5-2 metr pastlikka qarab tushib keta oladi. Undan ham chuqurroq o'sa oladi. Bo'yi qancha bo'lsa, o'shanga nisbatan 2 barobar past ildizlar joylashgan bo'ladi. Lekin bu o'g'itlardan yuqori samara olmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, shu qatlamga o'g'it yetkazib berishingiz kerak. Mana bu joy 40 santimetrdan oshib ketdi, 80-70 ga yetib ketdi namligi. O'sha paytda bergan o'g'itlarimizni boshida 1 soat, 2 soat oddiy suv berib turib, keyin yana 2 soat dog'li suv berib, orqasidan 1 soat suv beradigan bo'lsa, dog'ri pastga qarab tushib ketib qoladi. Foydali qismdan pastda bo'ladi. Bu bizga keraksiz bo'lib qoladi. Shuning uchun 20 santimetr agar xuddi shu narsani zashlayni 20 santimetrlik oralig'ida yoki 15 ni oladigan bo'lsak, bir-biriga suvi, nafaqat suvi, ozuqani berishi bir tekis bo'ladi. O'simlik o'sishi bir tekis bo'ladi. O'zingizlar ko'pchiliklar ko'rgansizlar, tomchilatib sug'orish qildi, effekt ko'rmadi degan narsani hammanglarda bor shu narsa. O'zingizlarda sinovlardan o'tgan. Ancha payt bu narsani kimdirlar qilgandan keyin o'rtada uzilish bo'ldi. Qilmasdan yurdinglar. Misol uchun. Chunki oldindan aytib kelyapti, 2020-yildan boshlab bu yog'iga suv tanqisligi bo'ladi, qilish kerak. Kimdirlar qildi, effekt bermadi dedi, ishlarni quruq o'rnatib qo'ydikda, aradan sug'ordik. Chunki paxta bir tekis o'smayapti. Sababi shunda. Tomchilatib sug'orishda yerni sug'orish kerak emas, o'simlik sug'orish kerak. Kutayotgan natijani siz yaxshiroq olish uchun 15-20 santimetr tomchilik oralarni olishingiz kerak. Lekin bitta narsani aytaman, agar mana bunaqa nasos sistemasini o'rnatgan bo'lsanglar, xuddi shunday nasos sistema o'rnatilgan, 280-300 kubmetr suv qaydaydi. Lekin 20 santimetrlik yoki 15 santimetrlik sistema o'rnatadigan bo'lsanglar, bitta tomoni bo'ladi. Gektari kamayadi, sug'oradigan gektarlar kamayadi. 40 santimetr bo'ladigan bo'lsa, 20 lik tashladinglarmi, 2 barobar kamaydi o'sha sug'orish maydoninglar. 4 gektar emas, 2 gektar sug'orasizlar. Lekin 2 barobar tezroq sug'orasizlar. 2 barobar, 3 barobar, bundan ham ko'proq. Suv nami yetib kelishi hamda ozuqani olishini hisobiga. 4 soat, 5 soat emas, 2 soat, 2,5 soat sug'orasizlar. Paxtani dastlab ko'chishni rivojlanish bosqichida 1,5 metr, 1 litr 200 atrofida suv yetarli bo'ladi. Gullagan, ko'sak olayotgan paytida 3-3,5 litr, 4 litrga suv kerak bo'ladi bir donasiga. O'shaning uchun iloji bo'lsa, mana shu narsaga ko'proq ahamiyat beringlar. Keyin agar amofosni o'zini eritib bermoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, o'zingizlar eritib bermoqchi, azotli kislota yoki o'rta fosforli kislotadan foydalanib eritib bersanglar bo'ladi. Tavsiyalarim shundan iborat.